Har safar ufodaviy kosmetika olganda quyidagi 3 ta narsadan plyus ekonom qilsangiz bo'ladi. Birinchi mahsulot bu penka. Uni vazifasi yuzdagi kir hamda changlarni tozalash. U teriga ta'sir qiladigan aktiv moddalarni o'z ichiga olmaydi. Qanchalik qimmat brend bo'lmasin, u shunchaki 1 minut ichida yuvib tashlanadi. Muhimi, penkalar quritib yormasligi va yuzingizni yumshoq tozalab berish kerak. Ikkinchi mahsulot bu toner. Avvallari tonerlar terini namlik balansini tiklash uchun ishlatilgan, lekin hozirgi penkalar shundoq ham terini namlik balansini buzmayapti. Shuning uchun hozirgi paytda tonerlar bu shunchaki luxury qo'shimcha xolos. Foydalansa bo'ladi, lekin shart emas. Agar ishlatmoqchi bo'lsam, terini tinchlantiruvchi yoki namlantiruvchi degan yozuviga qarab oling. Uchinchisi bu albatta ko'z kremlari. Reklamalarda odatda ajinlarni ketkazadi deb aytiladi, lekin tarkibiy jihatdan bu oddiy namlantiruvchi kremning kichkinaroq versiyasi xolos. Shunchaki hajmi kichkina, lekin narxi kattaroq. Agar teringiz sezgir bo'lmasa, oddiy namlantiruvchi yuz kremini ham ko'z atrofiga ishlatsa bo'ladi. Dermatologlarning tahliliga ko'ra, ishlab chiqariladigan ko'z kremlarini yuz kremidan 83% ga farqi uni shunchaki teksturasi bilan hidi ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, siz pulga emas, balki natijaga ishlaydigan mahsulotlarni olishingiz kerak. Serum, krem, SPF mana shular sizga haqiqiy natijani beradi.